Ташкенте установлен новый рекорд стоимости земли. Частная площадь 1 millionga sotilgan mana shu 6 sotuvlik hovli bilasanmi qayerda? Yo'q. Mana bu mahalla. Ha, yo'q. Mana shunday masjidda internetlarni juda yorvordi-yu, hozir to'g'rimi? Ko'rdingmi uni? Ko'rdingmi? Hamma joyida hayp bo'lib ketdimi? 6 sotuv 1 millionga sotildi. Mana shu mahallada bo'ladi. Salomatchina aytilgan-ku, qaysi ko'chani bilmadim-da. Salomatchina, mana shu mahalla. Bizni bugun aynan shu mahallada bizning obunachilarimizga bundan ancha arzonga 3 sotuvlik hovlini ko'rsatamiz. Korobka ichida o'zini men ko'rayotgandek qanaqa qurilishi bor. 650 kvadrat, podvol, birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlari bilan. Lokatsiyasini bitta tushuntirib o'taylik. 144-maktabdan kevurish, masjidga yetmasdan muqimiy ko'cha, yo'l yuzida joylashgan. Mana shu uyimizni bo'ladi. Bu joyimizni nimalarga to'g'ri keladi? O'zi uchastkaga mo'ljallangan. O'z uchastkaga mo'ljallangan. No, bemalol nujvoy qilsa bo'ladi. Gostinitsa qilsa bo'ladi. Gostinitsa yoki ideal variant. Ikkinchi variantimiz Частный bog'cha, частный maktab. chunki серьезный mahalla joylashgan yonimizda. Частный maktab qilib qo'yishsa, hamma boy akalarimizni mana shu maktabga olib kelishadi, to'g'rimi? Yoki частный bog'cha qilib qo'yilsa, xullas bo'ladi. 650 kvadrat bu yerda bir qavatli binomiz bor. Basseynlarigacha ham ko'lab qo'yilgan, yozgi oshxona, o'tiradigan joy, sanuzel, tepada bu yerda terrasa qilish uchun ham sharoitlarimiz bor. Xullas, bino 4 qavat deb podvolni общий qo'shganda. Narxini lekin akam bilan rosa talashdik, 410 mingdan o'tib bermayman dedilar. 410 ming unda startvoy qo'yamiz. Primoy joyi egalarining telefon raqamini yozib qoldiramiz, murojaat qilishadi. 410 ming, 1 million dollar emas, 6 sotuv quruq yerga. Buni o'ziga ham normal summa ketganda, chunki 4 qavat u binomiz, to'g'rimi? O'zi uchun ham qilingan. Aha. Shuning uchun pastroka yaxshi. Xullas, yashab olsa ham bo'ladi. Aka, kelib bitta ko'ring, sizga 100% yoqadi.